Assalomu alaykum. Sizlar bilan kamera qarshisida Kamina Mehroj. Bizga ko'pchilik qo'ng'iroq qiladi, kimdir loyihani noldan qiladi, kimdir esa qilingan, demak, binosini qayerdadir qaytadan rekonstruksiya qiladi yoki tubdan o'zgartirmoqchi bo'lib qo'ng'iroq qiladi. Bugun ham sizlar bilan xuddi mana shunday qaytadan rekonstruksiya qilinishi kerak bo'lgan loyihalarimizdan birini e'tiboringizga havola qilamiz. Bu loyihamizni to'liq bitganini ham Telegram kanalimizga tashlab qo'ygan edik. Albatta, u videoni biz Instagramdan olgan edik. Tomchi akalarimiz o'zini ishini ko'rsatib qilingan, lekin hammasi bizni loyihamizdan chetga chiqmagan holatda, demak, qilib o'tilgan. Unda boshlaymiz. Faqat videoni boshlashdan oldin do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va video ostidan like qoldiring. Videomizni oxirigacha ko'rib, fikrlaringizni kommentariyada ham qoldirishni unutmang. Bizga murojaat qilgan uy egasining umumiy, demak, uyining o'lchamlari ko'cha tomonimiz ko'rib turganlaringizdek umumiy 22 metr 70 santimetrga teng ekan. Demak, 22-70 ko'cha tomoni, uzunligi esa umumiy 30,8 metrdan iborat. Xuddi mana shunday qolganini mana o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Endi esa biz bu uyimiz qanday holatda, boshda qanday holatda bo'lganligini albatta ko'rsatib o'tishimiz kerak. Loyihamiz eski holatida ko'cha tomonidan xuddi mana shunday ko'rinishga ega edi. Bizda hozir eng birinchi yoqmagan tomoni bu, demak, uy egasi bilmadim, loyiha bilan qildirganmi avval yoki loyihasizmi? Agarda loyiha bilan qilingan bo'lsa, loyihachilarning eng katta xatosi bu uyni fasadini simmetrik emasligi. Bizda xuddi mana shu joyimiz ortiqcha, ya'ni shestigran qilib, erkak qilib chiqarilgan joyimiz mavjud. Mana ko'rib turibsiz. Agarda bunaqa qilib chiqarmoqchi bo'lsa, buni ikkinchi tomoniga ham simmetrik xuddi mana shunday figura bo'lishi kerak edi. Lekin ikkinchi tomoni xuddi mana shu joyi ko'rib turganlaringizdek, bu yerda hech qanday, demak, shestigran yo'q va bu shestigran bo'lishiga ham demak hech qanday imkoniyat yo'q bu joyda. Chunki kirish darvozasi ham ikkita joydan qoldirib ketilgan. Har holda uy egasi shuni xohlagan, ikkita joydan qoldirilganligi to'y ma'rakada ham demak ikkita eshik bo'lsin degan maqsadda xuddi mana shunday qilingan. Va xuddi shu joyda bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Ya'ni loyihalar qilinayotgan vaqtda har bir loyiha uy egasining xohishiga ko'ra qilinadi. Demak, uni ham fikri inobatga olinadi. Kimdirga ikkita darvoza kerak bo'lsa, kimga esa bitta yetarli bo'ladi. Lekin kimdir ikkita darvoza xohlayotgan bo'lsa, lekin uni fasad qismida joy yetmasligi mumkin. Mana shu hammasini biz mujassamlab, oxiri bitta yechim qilib beramiz. Shuning uchun hamma narsani o'ylab, iloji boricha arxitektorlar bilan maslahat qilib qilgan ma'qul deb o'ylaymiz. Endi esa bu loyihamizni ichki tomondan ko'rinishi do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, mana shu tomonimizda hozir darvoza xonamiz mavjud, lekin bu davom etmagan. Lekin uy egasi buni ko'cha, ya'ni uyni ichkari tomoniga qarab davom ettirishni, demak, xohlayapti, lekin buni shu joyda to'xtatgan. Bu tarafda esa hozircha bino yo'q, buni o'zimizga qoldirdi planirovkasini yechishni. Mana bu esa old tarafdan umumiy holatda, demak, ko'rinishi do'stlar. Endi esa yana orqaga qaytamiz va to'g'ridan qanday ko'rinishga ega, uni ham bir ko'rsatib o'tishimiz zarur. Mana bu esa loyihamizni to'g'ridagi asosiy binosining umumiy ko'rinishi. Va bizga do'stlar, bu joyga shaxsan borib ko'rmaganmiz, lekin onlayn ishlaganmiz. Anchagina uzoq bo'lgan, bizdan taxminan 600 kilometr uzoqlikda. Lekin shunda ham, demak, yechimlarni to'g'ri qilib berganmiz va uyimiz o'zini holatida chiqqan. Bizga bitta ustaning yordami kerak bo'lgan. Demak, hamma razmerlarni bizada ipidan ignasigacha, demak, keltirib jo'natib yuborgan. Demak, undan tashqari yetmagan joylarni esa o'zimiz qo'ldan kelgancha olganmiz. Masalan, xuddi mana shu joyda biz proporsiyani olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni balandlik qancha, necha metr balandlik, o'shanga qarab derazaning balandligi qancha,
podogonliklari qancha, hammasini o'zimiz belgilab chiqqanmiz. Va bu joyda bitta katta xato bo'lgan bu loyihani qilishda, ya'ni xato shundan iboratki, ko'cha tomonimiz demak balandroq uy sathiga nisbatan. Shuning uchun ham fundamentimiz agarda ko'chadan balandroq qilib oladigan bo'lsak, hovlimizning sathini mana shu hozir 80 sm joy bo'ladigan bo'lsa, demak buni 20 sm yana ko'milib ketadi yoki 50 yoki 60 sm yerni ustki qismida qoladi. Shuning uchun biz buni yana 20 sm qo'shib berganmiz. 20 sm ko'tarishni maslahat qilganmiz. Pastdan 20 sm ko'tarilyaptimi? Buni demak qo'shimchasi yuqoridan qo'shilib to'g'rilanib ketadi. Yechimni iloji boricha xuddi mana shunday qilib olib ketganmiz. Xo'p, endi planirovkaga to'xtalamiz. Planirovkani hozir ko'rib turgan planirovkamiz xuddi mana shu. Endi esa bu bizni o'zgartirgan planirovkamiz bo'ladi. Biz qayerlarga qo'shimcha qildik. Shuni hozir hammasini batafsil aytamiz. Birinchi bo'lib demak biz qo'shimcha qilgan devorlarimiz mana shu malla rangdagi devorlar. Ko'k rangdagi devorlar esa uyni hozirgi holatdagi demak devorlari. Ustalar adashib ketmasligi uchun ikki xil rangda qilib mo'ljallab berganmiz. Endi biz qo'shimcha qilib qaysi xonani mo'ljalladik? Mana shu mehmonxonaning yon tarafiga biz bitta yotoqxona qismini qo'shdik va uning ichidan o'zining alohida sanuzilini ham mo'ljallab berdik. Ya'ni mana shu xonamiz bizni sanuzilimiz hisoblanadi. Endi bu demak yotoqxona hamda mehmonxona umumiy bitta kompaktni tashkil qilyapti. Xuddi mana shu qismimiz bitta bo'lgandan keyin buni demak kirish koridori xuddi mana shu bo'ladi. Koridorimizdan ikki tomonga buriladi va uy egasi aytdiki, yana bitta sanuzil qo'shib beringlar. Mehmonlarim ham bundan foydalanishligi uchun degani uchun mana shu sanuzilning yonidan yana bitta sanuzil mehmonxona uchun yaratib berdik. Qolgan joyi o'zini holatida qoldi, lekin biz buni mana shu joyda yuqorida e'tibor bergan bo'lsalaringiz, derazalari mavjud edi. Biz bu derazalarni yopib tashladik. Mana buni ham, bunisini ham. Uning o'rniga esa biz ko'cha tomondan deraza qo'yib berdik. Har qanday uyni albatta eshik va derazasi ochadi. Agarda xuddi mana shu figuralarni o'zini qo'ysak ham deraza bo'lmasa, ko'cha tomonda ochilmaydi. Mana shu mehmonxonaga deraza bo'ldimi, buni bitta o'zi qolib ketmasligi kerak. Yonidan yana ikkita mana shu demak yotoqxonalarimizga qo'shdik. Nima uchun hovli tomondagi derazalarni yopib tashladik? Sababi uyda juda ko'p deraza bo'lsa ham interyer dizayn qilishda anchagina qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Ehtimoli katta. Shuning uchun biz bu derazalarni olib tashladik. Va albatta uyimizning old qismiga, ya'ni mana shu qismiga navis qo'shib berdik. Navisni ko'p katta qilmadik. Bor yo'g'i 1,5 metr qildik. Va ko'rib turganlaringizdek, mana shu old qismida demak navisimiz turibdi va biz bunga qo'shimcha figura qildik. Chunki to'g'ridagi uyimizni chiqqan mana shu joyda kazirog mavjud. Bunga ham demak yuqori to'g'ridan qarab turgan, mana shu markazdan qarab turgan yana bitta qo'shimcha figura bo'lsa, yana ham demak simmetrik va bir-biriga mutanosib holatda bo'ladi. Endi biz mana shu qo'shgan yotoqxonamizning oldiga shu figuralarni qo'ydik va bu figuraga mos qilib to'g'riga yana bitta mana shu figuramizni qo'shib ketdik. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, buni to'g'risida qarama-qarshisida mana shu figuramiz va yonboshda qo'shgan yotoqxonamizning to'g'risida esa navisimizning figurasi bo'ldi. Yakuniy natijalarni esa video davomida qo'yib boramiz, qanday holatda chiqqanligini. Bizda hozir mana shu planirovkani 3D holatda ko'radigan bo'lsak, albatta chizmalarimizni ham ustun tarafi har bitta chizmamizni 3D holatda ham yonida ko'rsatib ketamiz. Yana ham ustalarga tushunarli bo'lishligi uchun. Bu yerda mana ko'rsatilgan, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ko'k devorimiz xuddi chizmadagi kabi uy egasining hozirgi holatdagi mavjud devori va biz buni ustidan seysmopoyas yurgizib va uni ustidan yana qo'shimcha devor qilganmiz. Biz yurgizmaganmiz, aslida seysmopoyasimiz avvaldan mavjud bo'lgan, shunchaki uni buzib tashlab
yana ham xarajatga tushmasligi uchun buni qoldirib, uni ustidan yana biz qo'shimcha qilib g'isht terganmiz va o'shanda uyimizning ichining balandligi ham yana ham demak balandroqqa ko'tarilib chiroyliroq chiqqan. To'g'ridagi binomiz o'zida turibdi, saqlanib turibdi. Demak, va bu yerga biz yana qo'shimcha qilib bitta zdaniyachamizni qo'shganmiz. Ya'ni mana shu xonamizni desak to'g'riroq bo'ladi. Bu qo'shimchasiga yana demak oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamizni shunday mo'ljalladikki, ham tashqaridan kirilsin, navisimizni ostidan kirilsin mana bu tarafdan, ham ichkaridan o'tiladigan qilib mo'ljalladik. Mana bu joyda oilaviy xona deb agar oladigan bo'lsak, oshxonamiz agarda yog'li ovqatlar qilinadigan bo'lsa, mana shu eshigi yopib qo'yiladi va bu yerdan hech qanday yog'ni hidi ichkariga urmaydi. Aksincha tashqariga chiqib ketish uchun sharoit mavjud va buni orqa tarafida ham deraza bor. Skvoznoy qilinsa bir deganda xonani havosi 100% ga almashadi degan gap. Va xuddi mana shu joyga biz yozgi oshxonani ham mo'ljallab ketganmiz do'stlar. Yozgi oshxonamizni mo'ljallab ketganmiz va buni ham aytib o'tishimiz kerak. Yozgi oshxonamiz bilan demak birga bitta joyda turibdi. Bu ham albatta o'ylashimcha qo'shimcha komfort yaratadi. Deylik, yozgi oshxonada ovqat qilmoqchi bo'lsangiz, oshxonadan kasatoq olib chiqish mumkin, yog' olib chiqish mumkin va shunaqa narsalar uchun juda qulay deb hisoblayman. Endi bu ham bir yechim sifatida tashlab ketilgan. Endi esa ikkinchi tomonimizdan qo'shgan navisimizni ko'rsatmoqchimiz. Ikkinchi tarafimiz hozirgi holatda mana ko'rishingiz mumkin. Demak, bo'mbo'sh. Mana bo'mbo'sh turibdi. Mana shu tomonimiz. Mana shu tomonimiz hozircha bo'mbo'sh. Biz esa bunga mana shunday qilib, chiroyli qilib, demak, navisimizni qo'shib chiqarib berdik. Endi ko'cha tomondagi figuralarimizga ham bir to'xtalib o'tamiz. Shestigranni aytdik, olib tashladik. Bu shestigran mana shu joyda turgandi, buni olib tashladik va uni o'rniga biz figura qilib qo'shimchasiga kolonnalar berib chiqardik. Va mana shu chiqargan figuramiz chap tarafdagi darvozaxonani figurasi bilan mutanosib. Shuning uchun fasadda ham demak ikkalasi ko'p bilinmaydi. Bu tarafda darvoza borligi, u tarafda esa uyni figurasi borligi. Agarda biz ikkinchi tomondagi darvozani ham kazirog qilib chiqarganimizda, bu kazirogimiz o'ng tomondagi figuramizdan ajralib qolar edi. Shuni ham hisobini oldik va o'rtada esa bizda yagona mana shu kazirogimiz mavjud do'stlar. Endi esa ko'p kuttirmasdan loyihamizni o'sha o'zini 3D holatini ko'rsatamiz. Mana aytib o'tgan loyihamiz ko'cha tomoni ko'rinishi. Hozir mana shu figuramizni o'rnida erker bor edi. Erkerni olib tashladik va o'rniga xuddi mana shuni qo'ydik. Endi kazirogimiz o'rtada chiqqan va hozirgina aytgan figuramiz esa mana shu chetda tashlab ketilgan. Ko'cha tomondan qarasangiz deyarli demak mutanosib desak ham bo'ladi bir-biriga. Undan keyin esa ichkaridagi asosiy uyimizni holatida ko'rinishi, bu esa darvozaxonamizni ko'rinishi. Mana shu figuramizni to'g'ridagi kazirogimizga mo'ljallab olganmiz. Chap tarafda esa qo'shimcha qilingan katta panoramli oynali bu koridorimiz mavjud. Koridor, mehmonxonaga kirish eshiklari bor. Bu esa ikkinchi tomondagi qo'shimcha qoldirib ketilgan navis qismimiz va bu navisimizga ham xuddi mana shunday qilib figurani ishlab ketganmiz. Bu esa navisimizning to'g'ridan ko'rinishi. Mana bu esa bizni uyimizni tom holatini ko'rinishi. Va xuddi mana shu joyda bir narsani aytib o'tishimiz kerak. O'zi loyihani qilayotgan vaqti uy egasi o'zi ham aytgan, lekin bizni o'zimiz ham eng to'g'ri yechim shuni topganmiz. Ya'ni boshda ko'rsatgan rasmlarimda uylarimiz alohida turibdi. Biz taklif berganmizki, bu uylarni ko'proq bog'lash kerak.
o'shanda kompaktniy bir-biridan ajralmagan holatda chiroyli chiqadi. Shuning uchun mana tomini ham bitta yaxlit qilib olganmiz. Umumiy tomni o'zini balandliklari ham bir xil. Ikkita uy yonma-yon qilinayotganda iloji boricha tomni bir xil balandlikda ushlasak, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Agarda bizni ko'cha tomonimiz alohida, ichkari tomondagi uyimiz alohida bo'lsa, birovini balandroq, birovini pastroq qilish mumkin. Lekin mana shu qo'shilgan binolarda tomni bitta qilib ushlasak, yana ham chiroyli chiqadi. Bu loyihamiz, demak, o'rtacha tipdagi loyihalarimiz juda ham ko'p figura ham qo'shilmagan, lekin oddiy ham emas. Shu kabi agarda sizga xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol yuqoridagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha bugungi demak videomizda mana shu loyihamizni obzorini tushuntirdik. Keyingi videolarimiz qanday bo'lishini esa izohlarda qoldirib o'ting. Agarda qaysidir loyihamizni obzor qilishimizni xohlasangiz ham izohlarda o'z fikringizni qoldirishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.